Osmonjon aytasiz akalar. Silavering aka. Bunda qiladi. Mana motor barligi kim qanaqa motor olishdan qat'iy nazar men bularni tekshirib beraman ekan. To'pga sayib, yurgizib, qalasa kechgacha tekshirsin. Qalasa 5 minut tekshirsin. Ixtiyor o'zida. Buni keyin uyga borib ishlatadi. Ishlatgandan keyin aka. Misoli, tok sabiy bo'lib qolar. Kishinaka zim bilan tortib qo'yadi. Zim yaxshi bo'lish kerak tokda. Uchinchisi apparatga birdek qilib turib qoladigan bo'lsa, shu uchovida aslida kuyadi, motor kuyadi. Endi o'shaning uchun bularga hech qanday garantiya yo'q. Sababi men kuyib qolsa, o'rtada men kuyib qolaman. Garantiya bersam ekan. O'shaning uchun meni yerda kechgacha bo'lsa ham tekshirib olish kerak. Kim bo'lsa ham tekshirish kerak. Men barlig'iga tekshirib beraman ekan. Buni kuyish sababi shtolka uchovi, glavniy. Slabiy tokda kishiniki zim dovlasa, ichiga bir tika tiqilib turib qolsa, motor shunday kuyadi. Atak kerak bo'lsa mana bir juma tekshirsin. Bir juma. Men sotgandan keyin garantiya bera olaman. Menga garantiya qanday? Hech kimga yo'q. Pulni bergicha garantiya berasizmi? Yo'q, manani qo'y. Ya mening pulim olgandan garantiya tuganadi. Yo'q. Men qarang, manani sizga tekshirib berdim-mi? Pulingizni oldim-mi? Siz ketdingizmi? Bo'ldi garantiya. O'zi qanaqa tokda ishlatasiz, menga qarang'i. Men bilmayman. Siz borib slabiy tokda ishlatasizmi? Kishinaka zim bilan ulab qo'yasizmi? Birdagi tiqilib qolsa, qaramay qo'yasiz, kuyat motor. Bu motorni men obmodga qildirishim uchun shu cho'ng, mana 7,5 da. Eng kami 3,5-4 mingga obrat nima bo'ladi? Aqcha. Mana bu. Obmodga bo'ladi. Eng yaxshi tanish bo'lsa 3 ming qilib berish mumkin. Bo'lmasa 4 ming, 50 ming bo'ladigan bo'lsa 4,5 mingga bo'lyapti aka. Hozir. Endi qarang aka. Men buni foydasini chiqarish uchun kamida bir 15 ta motor sotishim kerak. O'shuning uchun garantiya bera olaman. Menga o'tganda 6300 dan berib atdingiz aka. 5100 6200. 5100 dan ham olib atdim. Murun olib atdim. Endi hozir bolalarda ayting aka, bugungi bog' qanday? Sizga 7350 qilib beraman sizga. Siz passiyani gilensiz aka. Atak ilojim yo'q. Bog' qachon ko'tarildi aka? Bu 3 kun bo'ldi ko'tarildi. Menda bir narsa jasab sotamiz aka. Hozir bosi birdek standartni olib qo'yganda olib ketyapti o'sha boda. Hozir men bor ertaga menday desam bular qanday bu? Aka biz Xitoydan kelgan senasiga qarab turib sotamiz. Xitoy oddiy misol senareskalarni $100 dan bergan. Murun, bez motor. O'shini 130 qilib qo'ydi, bez motor. $30 qo'shib qo'ydi. Ilojim qancha? O'shanga qarab sotamiz. Iloji yo'q. Assalomu alaykum.